Onajonimning gullari. Katta bo'luvdi, bu yil qishda o'lib ketibdi sovuqda. Mana bizning oshxonamiz. Isir davrdan qolgan, eski bo'lsa ham yoqadi. Xudo xohlasa akajonim nima qilsa remont qiladi. O'zim uchun esdalikka video qilib olyapman, chunki bu yerlarim qachonlardir buziladi. 1 yil, 2 yil. 1 yil, 2 yilda. Mana bu yerda otajonim o'tirardi, to'rida. Bir suruv bo'lib, nevara, chevara, hammamiz mana shu yerga sig'ardik. Oddygina bo'lsa ham hammaning o'zining uyi.